2015-yilgi Prime Barcelona kuchlimi yoki 2017-yilgi Prime Real Madrid? Hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Demak, jamoalarni 4 jabha bo'yicha solishtiramiz. G'alabalar, gollar, sovrinlar va transfer narxlari bo'yicha. Demak, 2015-yilgi Barselonadagi g'alabalar 60 ta, 2017-yilgi Real Madridda esa 54 ta. Bu jabhada Barselona ustun kelmoqda. 2015-yilgi Barselonada urilgan gollar 175 ta, 2017-yilgi Real Madridda esa 154 ta. Bu jabhada ham Barselona ustun. 2015-yilgi Barselona qo'lga kiritgan sovrinlar soni 5 ta. Ispaniya Kubogi, La Liga, Yevropa Super Kubogi, klublar o'rtasidagi jahon chempionati va Yevropa Chempionlar Ligasi sovrini. 2017-yilgi Real Madrid qo'lga kiritgan sovrinlar soni 4 ta. Yevropa Chempionlar Ligasi, Ispaniya Super Kubogi, Yevropa Super Kubogi, klublar o'rtasidagi jahon chempionati. Bu borada ham Barselona Real Madriddan ustun kelmoqda. Endi solishtiriladigan oxirgi jihat qoldi, bu transfer summa. Umumiy transfer summaga keladigan bo'lsak, Barselona 2015-yilgi transfer summasi 726 million yevro. 2017-yilgi Real Madridning transfer summasi esa 803 million yevroni tashkil etadi. Bu borada Barselonadan ustun kelmoqda Madridning Real klubi. Ko'rib turganingizdek, faktlar o'laroq ikki jamoani prime davri solishtirildi va bu borada Barselonaning qo'li baland kelmoqda.